Alloh taolo sizni ustingizga mana shu qiyinchilik bo'ladimi, mas'uliyat bo'ladimi, yutuq bo'ladimi, mansab bo'ladimi, nima bo'lsa, Alloh taolo sizni toqatingizdan ziyodasini sizni bo'yningizga yuklamaydi. Alloh taologa shukr aytishlik, har bir musibatlarga, har bir narsalarga inshaalloh buzusiz har birimiz sabr ila, yaxshilik ila Alloh taoloni arqonini mustahkam olgan holatda hayotimizni davom ettirmoqligimiz kerak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Alloh taoloni arqonini mustahkam oling, ya'ni dinni mustahkam oling. Shariatni mustahkam oling. Hadisni, Qur'onni, shariatni mahkam tutsangiz, albatta inson najotga yetadi. Najot mana shunda. Najotni boshqa narsadan izlash xato. Va mana shuning uchun har bir bandalar Alloh taolodan